Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, kanalimiz a'zolari. Umra sezoni mana yakunlab bormoqda. Siz oxirgi qabullarimizni ko'pchilik so'radi. Oxirgi qabul eng uzog'i va yaqini ham 5-aprel sanasigacha. Mana shu videoni bugun ko'rib turgan inson telefon qilib pastda quyidagi nomerlar qoldiramiz. Rasman o'zini Hikmat Travel litsenziyasiga ega operatorlarga telefon qilib ma'lumot olsangiz bo'laveradi. Mana shu bugungi kundan boshlab reyslarimiz deyarli har kuni bor. Toshkentdan va Vodiydan, Vohadan reyslar qo'yilgan. Hozir to'liq ma'lumot berib o'tamiz sizlarga qaysi kunga reys borligini aynan bugungi kundan keyin. 5-aprelgacha oxirgi qabullar. Shoshilib bugun videoni ko'rgan inson telefon qilib operatorga joyinglarni yozdirishinglar maslahat beraman. Sababi narxlar aprel ko'tarib ketishi katta ehtimol bilan hozir turibdi. Narxlar ko'tarilib ketsa, albatta ozgina pasaysa yoki ko'tarilsa ham ziyonda yoki foyda chiqish imkoniyati bo'lmay qoladi. Mana shu videoda bugun ko'rgan inson martda joyini bron qilgan inson aprelda ham mana shu narxda ketaverasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ayyomlar bilan bor, avvalambor hayotimizni yaxshi o'tkazinglarmi bayramlar bilan. Aka endi mana shu Ramazondan keyin Ramazon ichi endi ko'pchilik orzusi bora olmadi. Ob-havo noqulaylik sababli. Endi mana shu Ramazondan keyin juda ko'pchilik 5 ta, 7 ta, 10 ta oilaliklar ko'p chiqyapti. Sharoit qilib beraylik, qaysi kunga reyslarimiz bor aynan. Xo'p, reyslarimiz davom etyapti. Hozirda ertagalikka 24-martga, 23-martga Farg'ona Madina yo'nalishida bor, 30-martga bor. 24-kunga Namangan Madinaga bor, 30-kunga bor. Xo'p, Andijondan 28-martga bor ekan. Andijondan 28 dedingiz, Andijon. 28-martga bor ekan. Xo'p, Toshkent Jidda yo'nalishida 30-martga davr bor ekan. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha 30-martga davr deganingiz bu har kuni reys bor degani. Kunora reysimiz bor. Cheresda va har kuni ham iloji boricha ziyoratchilar ko'pligi sababdan iloji bo'lsa har kuni ham samolyot qo'yib berilyapti. Shunaqa. Buni yana bitta sababi Saudiyadan qaytish ko'pligini hisobiga kelgan samolyotda yana qaytarib jo'nataveryapti. Shuni hisobiga har 2 kunda bir reyslarimiz bor. Vodiyda asosan men bilganim Jidda emas, Madina bo'lyapti. Madina bo'lyapti. Andijon Madina, Farg'ona Madina, Namangan Madina reys bo'lyapti. Shu o'rinda qo'shib ketaman. Madina Munavvaraga qo'ngan inson uzog'i 40 minutda ibodat boshlaydi. Albatta. Shunaqa. Endi Jiddaga borsa bir 5 soat, 6 soat, 4,5 soat avtobusda yurib qoladi. Madinaga keladi. Madinaga keladi. Jiddaga borgan inson ham ziyoratni Madinadan boshlaydi, Makkadan emas. Shunaqa. Qaytish ham, masalan, Madina ketgan bo'lsa Madina qaytadi. Yo'q, qaytishimiz faqat Jidda, Toshkent, Jidda, Farg'ona bo'lib shunaqa qaytiladi. U Jiddadan qaytish qulayroq. Qulayroqmi? O'sha yotgan misol Haramda, Makka mukarramadan 1,5 soat yo 1 soatda aeroportda bo'ladi. Endi reyslarni aytdik. Narximiz necha pul? Narxlarimiz hozirgi kunda $1200. $1200. Hozirgi kunda qabuldan hozirdan o'tib qo'ysa 1200, oshib ketib qolgan taqdirda ham shu narx to'laydi. Bugun videoni ko'ryapti. Kimdir mana shu obunachilar orasida hozir bugun ham videoni ko'rgan inson video oxirigacha ko'rib, ma'lumot olib, qo'shimcha savollarni telefon qiladi quyidagi nomerlarga. Ishonch hosil qilib, pasportini onlayn tashlab yoki filiallarga kelib pasportini kopiyasini yoki aslini ko'rsatib, yo joyini yozib qo'ysa, o'sha siz aytgan $1200 ketaveradi. Shu narxda qoladi. Mart oxirigacha. Bu xohlashsa aprelda 5-sanasigacha topshirasiz. 5-aprelga ham shu narx. Hozir ro'yxatdan o'tsa shu narx. Agar aprelga o'tib 1800 1,5 ming narx bo'lsa ham 1200 dan ro'yxatdan o'tdim, shu narxda qoladi. Lekin aprelda narx ozgina $200 qimmatlaydi. Kutilyapti. Shunaqa, hali aviakompaniya biletlar oshib ketgan sababli qimmatlab qolishi. Shunaqa endi umra mavsumi ham tugayapti, shuni hisobiga odam ko'p, boradigan ziyoratchilar. Talab ko'pligini hisobiga ham endi oshib ketadi. Hikmat Travel asosan 50 bosh, 1000 bosh qanday xizmat ko'rsatadi? Qanday sharoitlar qilib beramiz 14 kun safar davomida? 14 kun safar davomida ziyoratchilar bilan birga yuradi, ziyoratlarga birga olib boriladi, umrasini birga qildirib qo'yadi. Qanaqadir kamchiliklari bo'lsa, 50 boshimiz birga yurib o'zi hal qilib beradi. Arava xizmatlari kerak bo'lsa, arava xizmatlarini hal qiladi. Jamiki savollar bo'lsa, 50 boshi ham javob berib, mas'ul shaxs sifatida yondashib, birgalikda hal qilinadi. Diniy qo'mita tomonidan beriladi chunki bizga 50 boshlar. Hammasi mas'uliyatli, albatta. Ibodati ham shu diniy qo'mita qo'yilgan 50 bosh tomonidan shu yo'nalish bo'yicha ibodat qilinadi. Shunaqa.
14 kun safar davomida Madina Munavvarada, Makka Mukarramada ovqatlanishimiz, tibbiy xizmatimiz, masofamiz qanday bo'ladi? Xo'p, ovqatlanishlari o'zbek taomlar 3 mahal bo'ladi. Hovlilarimiz o'zbeklar bo'ladi. Marg'ilondan borgan o'zimiz hovlilar. Tibbiy xizmatlari bor. Bor. Nima kamchiligi bo'lsa qilib beramiz o'zimiz. Masofasi qanaqa bo'ladi? Hozirda masofasi 4,5-5 kilometrlik mehmonxonamiz. Makkadagi. Makkadagi, ha, Madinada yaqin endi. Buni afzallik tomoni hozir odam ko'pligini hisobiga yaqin mehmonxonalar atrofida odam ko'p, olomon, shulardan olomondan tashqariga olib chiqib qo'yganmiz odamlarni, xavfsizligini o'ylab. Tinchroq vakasi tanlangan haram hududiga avtobusi 24 soat bo'ladi. 24 soat harom muddatda keladi. Shunaqa. Mehmonxona va savdo tomonidan qo'yilgan avtobuslar qatnovi 24 soat davomida kechasi kunduzi xizmatda smenaga almashib qatnov bo'ladi. Misol tahajjuddan va bomdodga kechasi ertaroq boraman degan insonlar uchun ham kechasi 2-3 ta ham bo'ladi. Shunaqa. Mehmonxonamiz 5 yulduz. 5 yulduzli bo'ladi, 4 yulduz emas, 5 yulduz. 5 yulduz mehmonxona. Xonalar joylashuvi necha kishilik bo'ladi? 4 kishidan iborat. 4 kishilik. Endi bu sababini so'raganim, oilali borgan insonlar o'zlari turmoqchi. Hech kimni begonani aralashtirmasdan shunga sharoit qilib beriladi. Qilib beramiz. Kecha qo'shimcha to'lov bo'ladi. Er-xotin misol o'zimiz turamiz xonada desa, ular uchun bitta xonani bir qilib beramiz. Alohida. Alohida. $200 nimasi bo'ladi to'lov. Davlatasi bo'ladi. $200. Faqat o'sha 4 kishilik bo'lgan sababi 2 kishilikni o'zi bir qo'ygani uchun 2 kishilik alohida olib qo'ygani uchun. Shunaqa. Faqat bu Makkada amal qiladi. Madinada bu imkoniyat yo'q. Makkada Madina Munavvarada qilib berilmaydi. Yo'q. Makka Makkada qilib qilib beramiz. beramiz. Shunaqa. Yosh katta xojonalarimiz bor, qo'shnilarimiz bor. Borgan insonlarga nima maslahat berasiz? Ota-onasini jo'natyapti farzandlarimiz. Chet elda turib jo'natishyapti. Xo'p, bularga imkoniyatlar qanday desak bo'ladi? Bular xohlasa surpriz tariqasida qilib beramiz ham, sertifikatlar bilan. O'zimizning xodimlar bor, borib tabriklab, o'g'lingiz nomidan deb turib borib beriladi. Shunaqa imkoniyatlar bor. Yo'q, men so'raganim ko'pchilik jo'natyapti-da, borganda ota-onasi qiynalib qolyapti, xalamga tushgani yoki ovqatlanishda yoki 50 bosh yaxshi xizmat qilmayapti. Shu tariqa yosh katta inson ozgina qiyinchilik bo'lmayaptimi? Hukumatga rasmiy Yo'q, bizdan xudo xolisa qiyinchilik yo'q. Hamma ziyoratchilarimiz 50 boshlar tomonidan nazoratda bo'ladi. Qanaqadir kamchiligi bo'lsa, darrov o'rnida bartaraf qilishadi. Endi videoda bor narsani so'rayman, chunki savollar kelib tushyapti. Shu savolga yarasha javob olib ketay degan maqsadda so'rayapman. Chunki obunachilar ham mana shu narsani kutib turgan bo'lishi mumkin. Borganda 50 boshi aynan Makka Mukarramada bir kun ibodatini qildirib, qaytib ko'rilmayapti. Shu holatlar takrorlanmaydi. Yo'q, bunaqa narsalar bo'lmaydi bizda, chunki umrasini qildirib bo'lgandan keyin ertasi kundan ziyoratlari bor. Qizil dengizga olib boriladi, Makka sayohati bo'ladi, Arafat, Mino, Muzdalifa, Jamorat vodiysiga olib boriladi. 50 boshi deyarli birga yuradi bizda. Birga yuriladi. Albatta. Hozirda hech qanday shikoyat ham, boshqa narsa yo'q. Mana o'zingizlar ko'rganingizdek, sizlarda savol bo'ldi, biz so'radik, hech qanday kamchilik yo'q deyilyapti. O'zi rasmiy litsenziyasiga ega. To'lovlarni operator tushuntirib beraveradi. Musofada to'lab yoki chet elda turib to'layman deganlar. Ha, to'lovlarda shot raqamimiz bor. Bu orqali chet eldagilarga pasportini tashlab ro'yxatdan o'tadi. To'loviga kelsa, ketayotgan kuni shot raqamimizga to'lov qilib bera oladi. Bank shot raqamlari. Albatta. Pastda quyidagi nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqsanglar 24 soat davomida bu narsa 12 ta viloyat va qo'shni davlat, SNG davlatlar ham kiradi. Albatta. Tojikiston, qo'shni Rossiyaga kiradi. Qo'shni davlatlar va 12 ta viloyat. Agar filial bo'lmasa, onlayn yozdirish imkoniyati bor. Faqat Zagram pasport yoki qo'shimcha dokumentlar kerakmi? Yo'q, faqat Zagram pasporti o'zi yetadi. Zagram pasporti endi o'zbeklarimizda bo'ladi. Qolganlar o'sha chetga chiqadigan pasporti bilan murojaat qila oladi. Tojikiston, Rossiya. Endi Rossiya narsasini o'zimiz tashkillashtiramiz. Pasport bersa bo'ldi. Endi Rossiyadan 5-10 kunda o'zi kelmoqchi. Yozilib qo'yib, kelib ketsa ham bo'laveradi. Bo'ladi. Shunday holatlar bo'lyapti. Bo'lyapti. Keladigan mehmonlarimizga misol Tojikiston, Rossiyadan kelmoqchi bo'lsa, bir kun oldin Toshkentga keladi. Bularni o'zimiz kutib olib, mehmonxonasini o'zimiz ko'taramiz. O'zingizlar bir kunlik ko'tarasiz. Bir kunlik mehmonxonasini reysga doir o'zimiz ko'taramiz. Kutib olish xizmati ham bor bularda. Hozir reys deganingizga hech qanaqa zardishka yo'q. Hozirda yaxshi o'rnida uchyapti. Vodiylar ham, viloyatlar ham reyslar hozirda vaqtida uchyapti. Vaqtida uchyapti. 24 soat oldin ogohlantiriladi ketadigan inson. Shunaqa.
1-2 kun emas, 24 soat. 24 soat oldin ogohlantiriladi. Albatta siz ham Ramazondan keyin borishni niyat qilib qo'ygan bo'lsangiz, tanlovda adashmanglar. Rasmiy o'zini litsenziyasiga ega. Chunki nimaga litsenziyasiga ega deyapman? O'zini akamiz aytgandek, diniy qo'mita tomonidan qo'yilgan 50 boshi yo'nalish bo'yicha ibodat qilinadi. Shu tartibda hammasi qonuniy bo'ladi. Borib kelishingiz va qaytib kelishingizgacha 50 boshi sizni qanaqangi savolingiz yoki kamchiligingiz bo'lsa ustida turib bartaraf etishlik uchun qo'yiladi. Bu 50 boshi, 1000 boshi asosan o'zi. Telefon qilib aloqa chiqib ko'rasizlar. Ramazondan keyin ota-onamni jo'nataman xotirjam. Mana ancha hozir havo yo'llari ham yengillab qoldi. Bemalol endi ko'nglinglar xotirjam. 5-aprelgacha joyini yozdirib ketishinglar mumkin. Salomat bo'linglar aka, rahmat katta. salomat bo'linglar. Telefon qilib aloqa chiqib ko'rasizlar do'stlar.